Bugungi suhbatimiz negativchilarga tegishli. Challenge'imizni 7-kuni, barakali bomdod, foydali tong. Hammaga assalomu alaykum. Judayam boshim og'rigani uchun kechadan beri qolmayapti, lekin bomdodga Allohim kuch berdi. Turib oldim, kichkintoyim ham yonimga kelib yotib oldi. Birgalikda o'qiverdik, uni uxlatib. Bugungi suhbatimiz negativchilarga tegishli. Nimaga odamlar insonni bilmasdan, ko'rmasdan turib, profiliga kirib, ozgina kim ekan bu inson demasdan negativ yozib tashlashadi. Shu oxirgisida ma'ruzalarga yozilgan kommentariya va o'zimning dayretimga kelgan kommentariyalarga nisbatan javob bergandim. Men ham o'z shaxsiy fikrimni bildirib, to'g'ri unaqa gapga usta emasman, xarizmam kuchli emas, lekin qo'ldan kelgancha harakat qildim. Endi uni ko'rsanglar, kommentariyada shunaqa yomon gapirib tashlashgan, sanga nima, san qoluvmiding, endi shuni gapirmagan. Yana bitta aqlli chiqdi. Shuni to'g'ri tushunsa bo'lmasmikan? Ana o'sha ayolga qiyinligidan yozganda, o'zini hayotida ishlari ko'p odam boshqalarning hayotiga aralashmaydi. Ya'ni misol man birov hayotiga aralashayotganim yo'q. Menga kelgan savolga men javob qaytaryapman, lekin men o'zimdan o'zim birov kommentariyasiga kirib negativ hech qachon yozmaganman va yozmayman ham. Shuning uchun shu negativlarga biroz ko'nglim og'ridi, lekin yana o'zimni chalg'itib, kunlik ishlarimni qilib, hayotim bilan bo'ldim. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar rahmat. Yo'lakchani bosib, like bosishni unutmanglar va menga obuna bo'linglar. Fikringizni ham izohlarda yozib qoldiringlar. Bu men uchun muhim.